Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi har bir sohadagi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bilan bir qatorda ayollar biznesiga ham alohida e'tibor qaratmoqda. Xususan, 2018-yildan to hozirgi kungacha 5963 nafar ayolning 6338 ta biznes g'oyasi 1 trillion 548 milliard so'mlik moliyaviy yordamlar bilan qo'llab-quvvatlandi. O'zaro samarali hamkorlik natijasida 43586 ta yangi ish o'rni yaratishga erishildi. Samaradorlik shuning o'zi bilan cheklanib qolgani yo'q. Aksincha, moliyaviy qo'llab-quvvatlov ortidan ayol tadbirkorlar faoliyatlarini bir necha baravarga rivojlantirish, ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish va avtomatlashtirish, energiya tejamkor texnologiyalarni joriy qilish, mahsulot sifatini yaxshilash ortidan eksport hajmini oshirishga erishib kelmoqda. Yordamlar kesimida olib qarasak, kompaniya 2131 ta loyiha doirasida olingan 2 trillion 321 milliard so'mlik kreditlarning 981 milliard so'miga kafillik taqdim etgan. 4185 ta loyihaga esa 543 milliard so'm kompensatsiya ajratilgan. 22 nafar tadbirkor ayol jami 24 milliard so'mlik xizmatlar ipotekasi, ulushdorlik asosida hamkorlik qilish hamda imtiyozli resurslar taqdim etish orqali qo'llab-quvvatlandi. Kompaniya 2025-yilda ham O'zbekistonda ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash orqali ularning biznes faoliyatini yangi bosqichga ko'tarishga yelkadosh bo'lishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan.